Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni kuzatib borayotganlar, kanalimiz obunachilari ko'rishlari mumkin. Mana bunday yangiliklarimiz, stullarimiz dachalarga chiqqanda, toqqa chiqqanda oladigan, yig'iladigan bular. Bularga necha baho berasizlar? Buni turishni qaranglar. Olsan yig'iladigan. Bularimiz Nerjiyevkadan, toza Nerjiyevkadan. Tagida stol ham yig'iladi. Yig'ib ko'rsatib beraman ustaga. Mana yig'ilish jarayonlari, mana stoykalar olinadi, mana. Juda oson, xudo xolasa. Misol bitta chamadon ekan tabi, mashina ko'tarib bemalol joylashadigan. 62,5 ga bunda qarasa 60 ga 1.25 uzunlik. 1.25. Voplar sahifa zo'r chiqdi. Buni narxi qancha endi ustaga buni? Buni endi 4 ta stoli bilan. 4 ta stoli bilan $100 beramiz. 4 ta stol bilan $100 ekan. Bulatlarga ham chiqarib berasizmi, xudo xolasa? Chiqarib beramiz. Dastlabkasi pullik. Yo'chidan. Ha, yaqinroqlarga bo'lsa ichida olib beramiz. O'zimiz. Uzoqroqlarga bo'lsa endi o'sha yo'l kirasini bersa chiqarib beramiz. Vodiyga ichida, tashqarilarga shu ozroq yo'l kirasini qo'shib beramiz, chiqarib beramiz. Bo'ldi. Hop, bizning manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kaminterin qishlog'idan bo'ldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan moshni like qo'ymaysizlar. Xudo xolasa kommentariyga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar. Bajaranglar, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.